Baqlajon sevadiganlar uchun yana bir ajoyib retsept: baqlajonli ruletlar. 2-3 dona baqlajonlarni yupqa pare ko'rinishda to'g'rab, tahri ketishi uchun 15 daqiqaga tuzli suvga bo'ktirib qo'yamiz. Nachinkasi uchun ozgina shirin bulg'or qarampiri, 2-3 ta tish sarimsoq, piyoz hamda ko'katlarni mayda to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. To'g'ralgan mahsulotlarimizga 180 gram krem chiz. Men juda ham mazali kallixa krem chizidan foydalanaman. Bunga tabga ko'ra tuz qo'shib aralashtiramiz. Shu bilan nachinkamiz tayyor. Endi baqlajonlarni avval unga, keyin tuxumga, oxirida esa panirovkaga bulab, qizib turgan ko'proq yog'da ikki tarafini qizartirib qovurib olamiz. Baqlajonlar mana shunaqa qisir-qisir, zo'r mazali bo'lib chiqadi. Endi baqlajonlarga bir choq qoshiq nachinkadan surib, bir pare pomidor bo'lagini qo'yamiz va rulet ko'rinishida o'rab olamiz. Shu bilan juda ham mazali baqlajonli ruletlarimiz tayyor. Buni achchiq shirin souslar bilan iste'mol qilsanglar yana ham zo'r bo'ladi. Bu juda ham mazali, hammalarga tavsiya qilaman. Videoni yaqinlaringiz bilan bo'lishib, bunga like bosishni unutmang. Keyingi video retseptlarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.